ham endi biz o'zimiz kecha bo'la olmadik yonida. Mana Mirvalning o'zi sportchilarimiz kecha 3 ta sportchilarimiz professional bo'lishdi. Bittasini atkazib bo'ldi, ikkitasi mana chiroyli g'alaba qozondi. Bu hammamiz yutug'imiz. Har doim aytaman, hammamiz yutug'imiz. Kechagina chiroyli nagradani bo'libdi. Muhammad Azimni tabriklaymiz. Bobur ekan juda katta anaqa bildirganmiz-da sandaga. Juda katta anaqada parashlar katta qo'yamiz revizda. Kecha yaxshi bola bilan urishdik. Bu davomiy bo'lsin. Xudo xolasa harakat qil. Kelajakda shu Bobur ekan orqasidan ketib, Bobur ekan o'xshagan yaxshi natija qil. Bugun nagradani sani Bobur ekan o'zi taqdirlab, ukasidan bitta qarshi javob berdi. G'alabalar davomiy bo'lsin. Tabriklaymiz Abdushi. Bu harakat bu. 2026 Bobur ekan taqib qo'ysa arziydi. Nimaga? Bu har bitta narsada sababchi bo'lib, ukasi bunday olib yurib sani shu paytgacha jon kuydirib yuribdi. Nimaga? Hammamiz ishonch bildiryapmiz, bu ishonch oqiladi. Xudo xolasa Bobur ekanga o'xshagan shu Osiyoda nomerali bayis bo'lib yur. Hamma xalqqa yurtni oldida faqat Muhammad Aziz bo'lsin. Tabriklaymiz.